Hurmatli baliqchilar, ustoz baliq bozorini ochganlar. Bu yerda Kiyurishda Zangeta ziyoratgohi bor. Bu yerda yangi yo'ldan kelinadi. Orientir masjid. Katta masjidning ro'parasidan to'g'ri kirib ketaverasizlar. Kirganda 8 metrdan keyin baliq bozori bo'ladi. Ketdi, ko'rsataman. Bu yerdan o'z yo'lni o'zi to'g'ri olib ketaveradi mana. 400 metr qolibdi bu yoqda. Hurmatli og'aynilar, baliq bozoriga keldik. Ustozni qo'llarida sadoklar qilib qo'yganlar mana. Hozirgi holatda sazan yetishtirilyapti, sazan saqlanyapti to'g'rirog'i. Birdan tepa 3-4 kilolargacha bor. Jarkalar bormi, optimchilar bormi, hammasiga bemalol sotaveramiz, muammo yo'q undan. Manzilni tushuntirdim degan umiddaman. Like bosib qo'ysanglar, repost qilsanglar, ko'proq odam ko'radi. Kelaverasizlar shu yerga bemalol. Assalomu alaykum, kelinglar. Ustoz bozoringizga keldim mana. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Azing reklama bordi siz yo'ligingizda. O'zi ham olib tashladik bu yerdan. O'tlar ancha o'zgarib ketdi, ha. Boshlarida kelib to'kishga, ortishga sharoit qilib, sazanlarni tushirib qo'ydik mana. Yog'siz, sifat, shahar yeb maza qiladiganda. O'z savdo qalay, yaxshi ketyaptimi ustoz? Yomon emas, Xudoga shukr yomon emas, lekin oldingidek emas baribir. Ha. Bu yil o'zi sezilarli darajada hamma joyda savdo pastroq. Laqada ham, sazanda ham. Nimaga deganda bizda baliqchilikda bilasan-ku, hamma bitta narsaga bitta yopishgandan keyin u narsani bir nazorat qilmasdan turib tezlashib ketiladi. Mana misol uchun mana shu joyda 2013-yildan beri ishlayman. Ma'lum boqam. Hozir mana 2025-yil. Oradan bir 10 yildan oshiq vaqt o'tgan bo'lsa, 12 yil vaqt o'tgan bo'lsa. Shu joyda bir qanaqadir bozorga o'xshagan narsa tashkillab, o'zimizni keldi-ketdimizni pulini chiqarib turishga, bir ikki pul topamiz deb ana kulli daromad kelib turgan narsani o'ylab ko'rmaganmiz. Chunki 1 yilda bir marta baliq sotsak, 1 yilda bir marta baliq yetishtirsak, yillar davomida o'zimizni balansimizni ushlab turishga yetardi. Mana bugungi kun kelib iqtisod bo'lyapti, bozor iqtisodiyoti yoki o'sha tadbirkorlik boshqasi shuni talab qilyaptiki, bolalar ham katta bo'lib qoldi. Buni qanaqadir bir yo'lni qilib, betiga hovuzlar boshqasidan voz kechib, shu narsaga bir yo'l qo'ydik. Baliq ko'ramiz? Ko'ramiz, qaysi birida? Ochaveradi mana shunda farqi yo'q. Hammasida bir xil baliq bor. Bu sadoklar begzot, hammasi sharoit qilingan. Bu baliqlarning rangi qoraroq ko'rinayotganining sababi bu sadokda turganning hisobiga. Agar tagiga dinoga yetib borsa, unaqa ko'rinmaydi. Hattoki hammasi yog'siz, sifatli. 1,5 tepami deyman bular hammasi. 1,5 tepa, 2 tepa. Endi hozir birinchi sachokni tiqqanimizning hisobiga maydaroq o'tishib qoldi-da. Hattoki to'rlari ham bor, a? Uchlari bor ichida. To'ri yo'q, uchlari bor ichida. Sifat ekan haqiqatan. Bekzod mana shu ko'pchilik ko'radi-yu bu rolikni. Ha. Qarab bitta narsaga e'tibor berib ketaylik, o'sha odamlar baliq otgan paytda, mana bozorda yoki akvariumda, magazinlarda aldanib qolmaslik uchun nimaga e'tibor berish kerak? Mana misol uchun mana shu baliq. Mana mana shu yerga qo'ygan shu baliq. Mana shu yerdan bosib tur. Mana e'tibor beringlar. Baliqning qorni tarafi bor-ku. Qorni tarafi. Mana shu orqa tarafidagi chizig'iga qarab tekisroq kelgan bo'lish kerak. Keyin mana dumini oldi bor mana shu joyi. Qattiq bo'lish kerak, qalin bo'lish kerak emas. Agar mana shu dumini oldidan qorni sal osilganroq bo'lsa, u baliq yog'li hisoblanadi. Olganda yanishib qolishingiz mumkin. Mana shu narsaga e'tibor berish kerak. Mana hozir kimdir aytishi mumkin-ku, bu bittasi shunaqa tushib qoldi. Mana yana bittasini olib ko'rsatamiz. Mana. Mana baliqning tegini ko'rasizlar? Mana tomondan bundan obzor bersa, mana tegi, mana shu dumini oldidan bundoq qorni osilgan bo'ladi. Mana shu joyi qalin bo'ladi. Yog'lini? Ha, mana shu joyi iminni qalin bo'ladi. Mana shu joyi qalinligini hisobiga bundoq o'xshaganda yumshoq bo'ladi. O'sha baliq yog'li baliq. Balig'ingizdan yo'q-a, yog'li. Yo'q, yog'li baliq yo'q bizda. Lekin talab bo'lsa, qiynalmasini to'kib yuboramiz. Ametdagi 3 ta hovuzimizda boshdagi shaharda misol uchun jarkasi borlar baliqni to'kib qo'ygan olib kelib. Vodiydan olgan paytda vodiydan misol uchun Surxondaryodan, Xorazmdan qayerdan bo'lsa men qiziqurmayman qayerdan olib kelayotganini. Mana shu sadokka berganmiz. Mana shu yoqqa baliq liskini solib qo'yishgan. Qachon kerak bo'lsa, klient zakaz qilib qoladi-yu, baliq kerak deb qoladi.
Shundan keyin chetdan tirik baliq ortib ketaveradi. Ularni xizmati bormi qanaqadir? Xizmati bor, uni kelishamiz. Bu sharoitda misol uchun bitta odam kelib qolsa kechqurun. Mana keladi-yu misol uchun. Mashinada baliq olib ketgan. Soat 10 bo'lishi mumkin, 11 bo'lishi mumkin, 12 bo'lishi mumkin. Unga ham sharoit qilib qo'yamiz. Mana. Hozir mana bu sadok bo'shatilyapti-da. Mana libyotka ukam. Hop. Mana shu libyotkani tortsa, sadoki bilan birga ko'tarilar ekan. sadoki bilan birga ko'tariladi. Hammasi pastga yig'iladi, keyin bemalol burchagiga ko'rasan? Yana ko'tarsa, yana o'sha burchagiga boradi. zo'r. Bu libyotkangiz ko'chada yo'q-yo'g'i. Bu ko'chadi, xohlagan joyiga. Misol uchun o'zimiz xohlagan joyimizga olib, ko'chirib, misol uchun qaysi baliq ortiladigan bo'lsa, o'sha ortiladigan baliqni o'tkazib turib, o'shani bemalol chiqarib yuboramiz. Hozir qancha bir 20 tonna bormi? 20 tonna emas, 10 tonnadan oshiq baliq bor. Tonnadan oshiq bor. O, ko'rding? Mana bu narsa shundan ko'tariladi. Mana bu truba chiqadi. ha. Ko'rasan mana? Temir tiqib qo'ygan. Ha. Shundan ko'tarib xohlagan hovuzga qo'yiladi. O'sha hovuzga ko'tarilsa, baliq yechaveriladi bemalol. Narx-navolari bo'yicha qisqacha o'tib ketamizmi? Narx-navolari bo'yicha bugungi kunda, Aynan bugungi kunda. bugun 14-noyabrda Optimga 1,5 kilodan tepasini 50 ming so'm beramiz. Yog'siz, chayilgan sifatli baliq. Donalab sotganda 1,5 kilogacha bo'lganini 50 ming so'm, 1,5 dan tepasini 60 ming sotyapmiz. Donalab shu qo'ni qo'shtilar 5 kilo, 4 kilo yeyman deganlarga bemalol kelib tozalab berishga boshqaga sharoit bor, qo'ldan kelgancha. Barakasini bersin. Kuzatishda davom etinglar.